Ko'plab talab va takliflarga binoan bugungi video obzorimiz EPT 0010 modeldagi santexnika dazmoli haqida bo'lib o'tadi. 220 tokka ishlaydi, maksimal quvvati 1600 Watt, maksimal isitish temperaturasi 300 gradus. Uskunamizning elektron displeyiga keladigan bo'lsak, bu yerda 3 ta tugma mavjud. Set tugmasi bu sozlamalarga kirish tugmasi, tepa hamda past ko'rsatkichlar ko'rsatilgan tugmalar bu o'z-o'zidan haroratni ko'tarish va pasaytirish uchun xizmat qiladi. Uchala tugmadan tashqari displeyimizda yana ikkita indikator ham mavjud, hit hamda ready. Agar hit indikator qizil bo'lib yonsa, uskuna qizish jarayonida ekanligini anglatadi. Agar ready tugmasi zangor bo'lib yonsa, uskuna siz ko'rsatgan haroratga yetib bordi degani. Ushlab turish uchun oyoqcha, qo'lqop, artgich, himoya ko'zoynagi, qotirish moslamalari, zajim va 20 dan 63 gacha bo'lgan nasatkalar. Ushbu uskunamizni epamarket.uz onlayn do'konimiz orqali hoziroq 975 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin.